Damas savdoda 2019-yilda ishlab chiqarilgan, avtosalondan olib chiqib, bir qo'l haydalgan Damas mashinasini arzon narxda ko'rsataman. Holatlari yaxshi bo'lib turibdi mashinani. Salonlari ham zo'r bo'lib turibdi, qirilib, tizilib ketmagan. Ko'ngil xira qiladigan joylari yo'q. Oyon tagiga yaxshi linion bilan poliklayt hisob qo'yilgan. Probegi 135 ming kilometr. O'zini halol yurgan probegi. Orqa oynalari qoraytirib tonirovka qilib qo'yilgan, to'rtta yaxshi yumshoq balonlarga taqib qo'yilgan. Hop, kraskalari epeklarda bor, suyagi butun, germetikalari zavod bo'lib turibdi. Stoykalarga ham trishina tushib ketmagan. Bu yoq taraf germetikalari ham zavod bo'lib turibdi. Trishina tushib ketmagan, udarlari yo'q, suyagi butun, metan gazgacha ustunovka qilib qo'yilgan. Motor, hadovoy, korobka, mostlarda ishlari yo'q. Hop, salon kuzov qismida ikkita shunaqa miyatina qildirib oladigan joylari bor ekan. O'rta eshigida kapalachasi bor ekan. Xudo xolasa ularni qildirib, kalibrka qildirib olsanglar, mashina yana zo'r holatga keladi. Kraskasini, probegini ko'rib, ko'rsatib tekshirib olasizlar. Oldi faralarigacha ledli ustunovka qilib qo'yilgan. Damas savdodan olib mazza haydayman degan opalarimiz uchun mashinamizning narxini bor yo'g'i $3950 bo'lsa berib yuboramiz.